أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الأوقات التي تكره فيها الصلاة. Namaz okuş mehrup olunan vakitlerin üstündeki fasıl bu dedi. Biz aldığımız dersimizde ne? Beş vakit namazınki her birisindeki ayrım muayyen bir vakitin üzerinde okuyulan bir vakit. Ba ikkenliğin üstünlüğünü kıldığı toxtalıq. Toxtalğandan keyin yani muşluğa asasen her qandaq bir adam şu beş vakit namazın üstüne aş vaktin üzerinde okumasa o namaz okançı olmaydı. Şimdi namaz okuş yani şu vaktin üzerinde okuyumuz. Okumazsak olmaydı. Ama yine namaz okuşunki yani dört vakit beş vakit namazı okuyumuz. Beş vakit namazı hep uçağın üzerinde sünnet başka. Sünnet nefil namazı okusak mı buludu? Hem de mafasının üzerinde yani namaz okul olmaydıgan bir mekruh bir vakta var. Meyli o farz olsun ya ki sünnet olsun tövendi bunu ayırıydı. Yani muşun üstünün kılını zaziye toxtalını değil. Hem de namaz okul olmaydıgan mekruh dep İslam dinimiz belirtilgen vaktin üzü 5. 5 tane vakit var. Hem de çünkü 24 saatin içinde bizim Uygur tılımı yani her bir vaktin üzün birden nimosu var, ismi var. Seher vakti deymiz, taң atты deymiz, kun chiqqan vaqti deymiz, ulg'ash vaqti deymiz, jing tushibdi deymiz, kun qoyilibdi deymiz, kashibdi deymiz, kun o'ltirgan vaqti deymiz, xufta vaqti deymiz, ya'ni kun osti nurg'andan keyin vaqti, kecha vaqti, tuntan vaqti deymiz. Shunday vaqt. Bundan keyin mushu namozning o'zida 5 tane vaqt bor. Shu 5 tane vaqtning o'zida u vaqtning o'zida namoz o'qish nima makruh. Bu 5 vaktin içinde benim namaz okuşun üzere farz namaz ve nafile namazı okuşun üzere nim buludu o mekruhçu buludu. Onu okuşu bulmaydı. Ve şu 5 vakit degan birisi kun chiqib turgan vaqt üzere ve kun o'tirib turgan vaqt üzere şu vaqtniki mana shu bandit olsun bunu okuş bulmaydı. Lekin şu kunniki asrini okuş makruh emas. Yani bir adam şu namazga vaqtida aldirashib ketib qandoq bo'lgan shundan bu odam kun ketay debdi kun shu masalan deydi kunniki tug'ash nimasi bo'lsa shu o'ltirib ketdi o'ltirib qolgandan keyin namoz o'qib kun o'ltirib ketdi ekan u chog'da kun o'ltirgan vaqt shu kun o'tirgan shu vaqt olganda u chog'da shu kunlik ash farz namozi vaqt o'qib olaman deb u chog'da o'qisa bo'ladi. Ama undan başka vaktimizde gün oturup turgan vaktimizde hiç qanday bir namazın kerakligini yüzüne okuş çok bo'lmaydi. Yeni bir narsaning vaqti kun qorilgan, toz kunning o'zi jing tushib shunda qorilaydigan vaqt edi. U vaqt o'zida men farz namoz yoki nafil namozni o'qish çok bo'lmaydi. Endi İmam Ebu Yusuf rahmetullahi alayhi rivoyat qilibdi. Şuna deb jazman İmam Ebu Yusuf debdiki, benim nafil namoz o'qish kun zavol bo'lgan vaqtida juma kuni turib. Shu kun zoyilib shunda qorilib boshqa vaqtida juma kuni o'zida masalan bu odamning o'zi masjidga kirib ketdi. Masjidga kirib qolgan bo'lsam, azn o'qimabdi ekan. Ham jim tushib shunda qorilaydi ekan shu vaqt o'zida bu odamning o'zi nimani ma bizning hanifiy mazhabim bo'lmaydi. Lekin imom Abu Yusuf deydiganki shu vaqtda juma kuni qolgan bo'lsa, u chog'da tahiyyatul masjid yoki boshqa nima uchun u vaqtda o'zida bo'ladi, boshqa vaqt uchun bo'lmaydi deb o'sha deydi. Endi unda o'ylaykin shu vaqtning o'zida ne farz ne sunnat bu yerda qat'iy nima emas, u durust emas. Shu vaqtning o'zida namoz o'qish makruh bo'lmaydi, namoz o'qish makruh bo'lmaydi 5. 5ning ichida shu vaqtning o'zida farzmi, naflmi uchun durust emas. Endi yeni shuni bilan birlikda bu shu vaqtning ichida jinoz namozi, sayd tilovat namozi, sayd sahviy deydigan bundaq bir namoz o'qish ham bo'lmaydi. Endi agar bir odam o'zi shu vaqtda bir farzni qazosi qilib ketdi.
Farzini qıptı, qazası qıptı. Qazası okuyman deb, kun tushib olgan vaqtda, kun chiqib turgan vaqtda, kun o'tirib turgan vaqtida unda qilib qolgan bo'lsa, bu odam bu farzini o'zini boshqa vaqt nima qildi? Iyoda qilib qaytib o'qiydi, maqbul emas deydi. Endi agar shu vaqtning o'zida bir odam Qur'on o'qib, sayda oyatni o'qib qolgan bo'lsa, lekin eng afzal ish u odam shu vaqt o'qib qolgandan keyin u vaqtda sayd sahvni qilmaslik uchun, sayd tilovatni qilmaslik uchun kerak. Agar u odam shu vaqtda man Qur'on o'qigandan keyin sayda oyat kelib qoldim deb 14 sayda oyati bor. Shu vaqtda o'qib qolsa, o'shanda bu odam u namozni o'zini yo'q, sayd tilovatni o'zini qayta iyoda qilishni hojat yo'q. Bo'ldi. Endi ikki vaqt. Endi 5 vaqtdan keyin o'zini 3 tugdi. Ama 2 vaqt qoldi. Ama 2 vaqtdagi o yeni bir 2 vaqtdagi unida tatavvu namoz o'qish faqatli farz. Nima? Nafl namoz o'qish faqatli makruh. U vaqt o'zida, mush 2 vaqt o'zida nafl namozni o'qishga bo'lmaydi. Ama unida boshqa masalan farz namoz vaqt o'qib qolsa masalan bo'lamdi. Uni qazo namozni qilamanmi deb o'chan o'qisak, o'chan o'zi makruh bo'lmaydi. Mana u 2 vaqt o'zida farz o'qish, ya'ni farz o'qish degan gap qazo bo'lib ketgan namozni o'qish, shunda jinoz namozi, say tilovatning namozini o'zini bu yerda qilishni o'zi nima emas, u makruh emas. Chunki qazo namozniki o'zini qazosini qilishni o'zi vojib. Shunda jinoz namozi, say tilovatining nima u tatavvudun yuqurgan, bu nima u vojib namoz. U da u yerda o'qisak bo'ladi. U 2 vaqt qolsa tong otgandan keyin kun ko'tarilgan qadar shu vaqt o'zida qat'iy u odam boshqa nafl namozni o'qishga bo'lmaydi. Faqat shu kunlik shu bomdodniki sunnatini o'qiydi. Bu chog'da u durust. Ammo undan boshqa hech qanday bir sunnat, nafl degan ibodatni qilish uchun namozni o'qishga bo'lmaydi. Uchun bo'lmaydi. Ikkinchi vaqt asrdan keyin kun o'ltirishlik bo'lgan oraliqda. Ya'ni asr vaqtini tortib kun o'ltiruvchi bo'lgan oraliqda men shu vaqtning o'zida nafl namoz o'qish uchun bo'lmaydi. Ammo undan boshqa bo'lgan, masalan, qazo ketgan namoz, qazosi qilaman deb turib, ya tilovat ya jinoz namozi o'qisa, uchonda bu bo'ldi. Yine bir gap endi. Kun o'tirib bo'lgandan keyin yine ham nafl namoz o'qish nima u makruh. Masalan, Peygamberimiz hadisidan rivoyat qilgan bir hadis var. Peygamberimiz zamanında sahabenin o'zi azan o'qish amanamlar, kun o'tirish amanamlar 2 rakat aşağı bir okunan bir namaz var. Bu namazın kimde vardı? Bazı alimler şu namazın özü okuşu kerak, okusak deydi, bazılar köp sanıp okumaydı. Endi unda o'g'andikin, buning asosida bir odam bizning harifiy mazhabda kun o'tirgandan keyin endi namozdan vaqt kirdi. Shu vaqt o'zida bu odamning o'zi mana boshqa bir 2 rakat namoz o'qidim, deb uni boshqa tayyat masjid deganlar deb o'chan o'zida bu o'qish nima u makruh. Nimishqa? Nan o'qiyman deb namozshamniki o'zi kechiktirgan, o'ziniki eng afzal bo'lgan vaqtini ko'rish va kechiktirish var. Shuning uchun bu ne bo'lmaydi, u durustchi bo'lmaydi. Shunga o'xshash yeni bir makruh bo'lgan bir yer bor. Nafl namozni o'qishni uchun. Shunga o'xshash makruh qildi, nafl namozni o'qish qachonki imom oxurum juma kuni xutbaga chiqsa. Bu chiqib shundoq minbar shundoq o'tirgan hamon odamlar bu odamniki mana tayyatul masjid deydigan bundoq bir kirib qolgan bo'lsa, undoq bir namozniki o'zini o'qish uchun bo'lmaydi bizning hanifiy mazhabda. Endi boshqalarning o'zi o'qiydi, bizniki hanifiy mazhabda o'qimaydi. Chunki juma kunidagi xutbaniki o'zi nihoyat muhim. Ham uning ichida asosan Qur'oni Karimniki oyatlarniki o'zini nima qildi, o'qiydi va mazmun tushuntirdi. Bundan keyin bunun asasen Kur'an-ı Kerim o'qigan o'zi nima deydi Alloh taolo? Va iza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
Qachoniki Qur'oni Karim bir yerda o'qilgan bo'lsa, siz tushuntiringlar va uni qilmanglar, harakatchi qilmanglar dedi. Ensitu. Bize Qur'an'ı pəstəmiyorlar. Kulaq selanglar, tushuntiringlar. Unda bo'lgan u odamning o'zi xutbiniki shunda nima chiqdi degan gap, ya'ni Qur'oni Karim o'qi degan gap o'shamizda Qur'on o'qishning o'zi Qur'onga oid asosan farz, ya'ni muhim bo'lganligi bu e'tibor bilan namoz o'qisak bo'lmaydi deb bundoq shu qaraydi. Boshqalar o'qiymiz degan. Endi yeni bir makruh bo'lgan namoz o'qish makruh bo'lgan yeni bir vaqtni o'zi takbir o'qish vaqtni o'zida. Men qaysi namoz olsun bir namazın mescid kirib ya bir yerde bir qancha adam jamoat namoz o'qimoqchi ekan. O'sha takbirchi o'qitdi. Allohu akbar, Allohu akbar deb o'qiganida shu vaqtda u odam shu namozniki o'zi o'qimoqdi ekan. O'qimagan bo'lsa apurdan oldidan chiqirga sunnat, yo to'rgasin o'qila, yana o'qila deb unda o'qishni o'zi nima makruh. Bu nima bo'lmaydi? Durustchi bo'lmaydi. Agar imom oxunim menim qilgan bo'lsa, boshlab qolgan bo'lsa, u odamning o'zi uni nima qilmaydi, u namozning o'zini kesmaydi. Ya'ni takbir o'qibdi, takbir o'qib bo'lgandan keyin takbir o'qiyotgan bu odam kirib va yoki shirkat namoz o'qiyman deb shunday qilsa, takbir o'qib ketdi. O'qib ketgan bo'lsa, imom oxunim shu namoz boshlab ketdi, o'sha bu odam namozni buzmaydi. Balki u odam shu 4 rakatlik bo'lsa, 2 rakatni tamom qilib, qanday qiladi? Tugidi. Agar u odamniki o'qiydigan namozi tahiyyatni masjid bo'lsa, o'chamizni 2 rakat namoz o'qib darhol yana o odamchi nima xitob qildi. Chunki o odamniki nafs o'qigan namozning o'zidan farzniki martabasi yuqori. Hem uning ustiga farz jamoat bilan o'qiyotgan imom bilan uniki martabasi vobit texmi yuqori. Undan keyin ani afzal bo'lgan mal o'qiyman deb eng muhim bo'lgan, katta savob bo'lgan onasi qilib qolgan. Uning uchun bundoq bir o'qishni o'zini deymiz, uni makruh deymiz. Yoki agar tayid mas'ul qolsa deb, yoki mutlaq bir nafl namoz o'qidi. Qanday bir namoz o'qigan bo'lsa, shunda o'qishamanamlar bu odam muazzin azon o'qib keldi, takbir o'qib ketdi. Shunga aytgan bo'lsa, u odam kesmay u namozni tamomlaydi, mutlaq o'qiydi. Endi tamamlamay, uçak buzvasa, uçak eğir onu kazasını qilish kerak. Tevanni keladi. Va agar bo'lsa, shu o'qimoqchi bo'lgan shu xutbaning oldi o'qigan namozni o'zi sunnat tutdi. Deyilibdi, kesidi bu odam 2 rakatning beshida. Ya'ni 2 rakat o'qib bo'lgan, yana 2 rakat o'qidi ya, shu vaqtda namozda to'xtab, o'qib qoldi, boshqa o'qimadi. Unda o'g'li mushtaq qildi. Va deyilibdi, shu 4 rakatni o'zi ashta o'qiyotgan bo'lsa imomning o'zi bunu tamamlaydı. 4 rakatlık okuydu. Dep müşahedepti. Böyle diyendiyken, böyle bu yerdeki Mergalani deydiğen müşahede meşhur bir çok adam var. Ve bu adamın yüzü ben Elif'li Ebu Bekir ibn Abdülcelil Ferganani, Burhanuddin Ferganani deydi. Ben Hidayet dep en meşhur bir kitap var. Bizim raylarımızı koydu. Hem ya da asasen bunu desk koydu hem o kitap şundadır bereket kitap. O kitabın özü fikri ehkam, usul fikri, kaide, nefi hemen övülür. İşte ibaretin bak şunda adamga ne kadar qancha qata o'qish kelgan mushtafa kitap. Endi mushi adam debdiki, nima debdi bo'lsa bu sey. Ya'ni o adam o'zi mushundaq imom mushtaq vaqtida namoz buzib qolmasdan tamomlaydi. Onu ne konu törekat kılıp kalan olsa, uçağını tamamlap törekat namaz okup kalan namazı takip, yani ülgram olsa kaynı andiken kazanız kılıp okuydu. Depti. Şu koşaş, iki bayram namazındaki aldıda. Kurban bayramı ölen, Kurban bayramı ölen, Ramazan bayramındaki aldıda nefil namaz okuş koğun mekruh. Şunu da o'qib bo'lgandan keyin mayli undan keyin jamoat uni uya kesmaydi. Shuningdek, ikki namozning bayram namozini o'qigan vaqtidami, yana nafl namoz o'qishni o'zini deymiz, uni makruh deymiz. Endi yeni bir makruh bo'lgan gap, mana kun yoki oy tutib qolgan vaqt o'zida, mana oy tutib qolgan vaqtida imom oxurim shu vaqt o'zida bir odam u yer xutba o'qiydi. Ya'ni tashviq, tabliğchi qiladi.
Endi qilgandan keyin bizniki mazza dinimizda kun yoki oy tutib qolgan vaqtida o'chaqdagi hozirgi tomosha emas. Bu odamning o'zi shu vaqt o'zida mana Alloh taologa hamma odam yig'irib o'chaq tövbe istig'for, zikr, tasbih o'qiydi. O'qigandan keyin bunga bir imom mas'ul bo'ladi. Bir mas'ul bo'lib o'chaqni payg'ambar alayhi asosan ashundoq kun shu oy yoki kun echilgan qadar namoz o'qiydi va uni qo'shib o'qiydi. Unda qilgan men mushu vaqtni o'zidami mana shu xutba o'qitib misol salatni qisib kun yoki oy tutib qolgan imom akam o'chaqni bir odam qo'pib men nima qilaman men 2 rakat namoz o'qiyman desa u nima bo'lmaydi do'stim. Endi sen isqoniki o'zidami bu odamning o'zi nima shu vaqt o'zida isqo duosi qilibdi ya'ni yomg'ir talab qilgan bir duoni qildi ishlar. O vaqtning o'zida u odam kelib undan keyin oxiri deb duo qilsa imom bilan Alloh taoloniki meni mushtaq katta zot deb Alloh mushtaq Qur'on shu ketdi deb Alloh shu taraf qilyapti o'zida jamoatim. O'sha bu odam mokkda yolg'iz o'nim qasichu turishchi emas. Ne bo'lmaydi, obdan shu bo'lmaydi. O'sha sunnat namozi o'qimaydi. Nafl namozi. Endi bir odam nafl namozniki o'zida o'qishni boshlabdi 3 vaqtda. Shu vaqtga kun chiqib turgan vaqt, kun tushib bo'lgan vaqt, kun o'tirib turgan vaqtning o'zida bu odamning o'zi bir nafl namoz boshlabdi. Lekin buningda afzal u namoz uchun hisb etish kerak. Qancha o'qigan bo'lsin, darhol to'xtatib qilish kerak. Unidagi bu odam uni kesayotgan mush namozni shu vaqt o'tib ketgandan keyin shu vaqtda namoz o'qish bo'ldi deb ruxsat qilgan bo'lsa shu vaqtda uni qazosini qilib o'qiydi. Va u odamniki o'zi u namozni qilmaydi, kesmaydi. Endi kesmay to'liqlab o'qiydi. Endi afzal shuki kesgan uni paychi o'qimaydi. Lekin odam o'zi uni shu vaqtda o'qitgan, lekin namoz kesmabdi. Buzmabdi. Buzmay o'changizda ashta o'qigan bo'lsa bu odam ig'ir tarzda xato ish qildi. Yomon ish qildi. Lekin u odam bunda yomon ish qildi, islom dinimizda buni qarta bir jazochi yo'q. Jazochi yo'q. Endi bir odam endi boshlab ketdi, nafl namozni o'qishda 2 vaqtda. Qavun tong yorib, tong yorib kun o'rligan qadar. Endi birisi mushu namozgadan keyin kun o'tirgan qadar bir odam shu vaqtda nafl namoz o'qib ketdi. Anadaki bu odam voy bo'lmabdi o'qidim. Bu namozga keyin o'qib tong otgandan keyin nafl namoz o'qib ketdiman deb boshlagan bo'lsa, bu boshlagan bu odamga shu o'qigan nafl namozning qazosini qildi. Boshqa vaqtingizda darhol qilish kerak. Endi bir odam nafl namozni o'zini boshlabdi bir mustahab vaqtda. Yani makruh emas, normal bir vaqt ekan. Shu vaqtda bu odam bu namoz buzib etibdi. Mana u odam bundoq bir namozni o'zini, bu nafl namozni o'zini buzayotgan namozni o'zini asrdan keyin kun o'tirishning oldingi vaqtda qazosi qilmaydi. Ammo farz qilsa mayli, ma'lum qazosi, nafl namozni qazosi qilmaydi. Va agar u odam o'zi bomdod namozniki sunnatini buzib etibdi. O'qimaydi bu odam bu sunnatni namoz bomdodni o'qib bo'lgandan keyin o'qimaydi. Voy, qarsa sunnatniki bomdodning o'zini nima qilibdi odam? Voy, imom o'qib ketdi deb apir buzibdi. Buzib bo'lgandan keyin farz o'qib bo'lgandan keyin apir voy endi o'qiyman desa uni asli qazosi qilish kerak. Lekin uni o'qish namoz dursa emas degandan keyin u yerda u namozni o'qimaydi. Va deyilibdi ba'zi ulamolarning o'zi ashtaq bir ish bo'lgan vaqtida bu odam shu sunnatni qazosini çok qildi. Ma deyilibdi bu nima emas degandek turibdi. Chunki sunnatniki har bir sunnatni o'qiydigan vaqti muayyan bir vaqti bor. Masalan, bo'libmi? 5 vaqt namozniki tartibli o'qigan bir sunnat bor. Uniki muayyan bir vaqti bor. Agar muayyan bir vaqt bo'lsa, peshinniki oldi 4 rakat sunnat. Yani bu en muhim en birisi bomdodning oldiki 2 rakat sunnat. Şunu şu vaqt o'qiysiz. Agar uni lekin o'qiyolmay qolib qolsangiz oldirib ketibdi. O'changizda uni kendisi o namoz o'qib qazosi qilish hojati yo'q. O'qib tugadi.
Hani bazı adamlar vay dep bulup mu pişkinlik yüzüne. Ay o başı namaz perzi okuğandı ki namaz okualdım tek. O törekat perzini o okumaktı. Yaki ay kuzvetipti. Uçağda kazası koldan şu. Bu uçtan çok işemi çok emez. Bunda kısa uçtan çok bombaydı o. Deyimiz. Ve eğer bir adam tam yoğuruştum burun, törekat namazını kılıp başlattı. Endi bu adam ish rekat namazını daha okup ket, tam çıkıp ketdi. Endi o adam nispeten, mesela keçide qapqarını yazıp quptken, o adam nispeten kıblının özü şarq tarafdaki. Mesela Mısır'da, mesela Mao, Sudan, ondaki Cezayir, Devaskan, Şimali Afrika'da atıvatkan aşk devletlerine nispeten onunki kıblı şarq tarafı. O da o şarq tarafı Kur'an yazıda okusa aşağı bir daha çıkıp ketdi de dağıtı aytıp. Uçağımızda bu adam derhal o adam o'zi namozni o'sha vaqt o'qibdi, o'qib bo'lgandan ko'p ondan keyin shu namoz o'qib uni 2 rakat namoz o'qibdi. Men mushunda qilgan bo'lsa bu odamning bu o'qigan 2 rakat namozi bomdodniki 2 rakat oldida o'qiydigan 2 rakat sunnatniki o'rnichi bo'ladi deb mana imom azam bilan imom abu yusuf rahmatullohi alayh yoki ikki olimning ustidagi bu imom abu yusuf bilan imom muhammad rahmatullohi alayhi deydi. Bu ana shunga birlikda mana bu nima qildi ona bir noib bo'ladigan gapni imom azamni 2 rivoyatniki birisi ekan. Endi zaxira kitob degan kitobda bu adam bu kitob yozgan adam shunaqa dedi. Agar ikki adam bir adam 2 rakat namoz o'qibdi, shuni gumoni bilanki jazman tam otmadi. Tam otmadi olmay bo'lsa 2 rakat namoz o'qib deb takror o'qib 2 rakat namoz o'qigan bo'lsa, o'qigandagi jazman bu odamga tong chiqib ketdi, tong yurib ketdi. Appa debdi. Desa, o'chan qanday bo'ldi desa, o'chanda keyingi o'limaning ko'z qarashicha mushu 2 rakat namoz bomdodniki farzning sunnati oldida o'qigan 2 rakat sunnati o'rnida aytildi. Undan keyin 2 rakat bomdod sunnati o'qimish uchun bo'ladi deb mushaq shu qaydi. Agar u odam shak qilib ketdi, voy chiqdimi qanday bo'ldi deb shu 2 rakat namozning o'zini tong otdimi otmi deb shak qilib qolgan bo'lsa, u odamning o'ziga bu o'qigan namozning o'zi 2 rakat peshin 2 rakat bomdodniki oldi o'qigan 2 rakat sunnati o'rin bo'lmaydi. Bil ittifoq imom azam, imom muhammad, imom absi hammasi mushaq deydi. Va agar kun chiqib ketdi, hattoki kunning o'zi bir nazuyi yoki 2 nazuyi o'rlatdi. Uchovuzda undan namoz qilindi, muboh qilindi. Undan keyin uni namozchi o'qing deymiz. Chashvoq namoz o'qimiz, qanday namoz o'qimiz deysiz. Va agar tongning o'zi, mana kunning o'zi chiqib ketdi, tongniki o'ttirsida. Tong o'ttirsida qadaqto men namozning o'ttirsining o'zida kun chiqib ketibdi. Deganda o'qiyman deb bomdod o'qib o'qiyotsa shuni qanday bo'lgan g'arib taraf kelganda bizning vatannikidek misol ma Afrikada qadimimiz sharq taraf kelgan yoki uni uchun nima qilgan uni o'qigan. O'qigandan qarab bo'lsa kun chiqib ketibdi. Chiqib nazuyi yoki 2 nazuyi chiqib ketgan bo'lsa o'chog'ning o'zida bu qanday qilib kun chiqib ketgan bo'lsa kun chiqqani o'qib ketdi u namozni. U odamniki shu vaqt o'qigan bomdod namoz buzildi. Sunnatga bo'lmaydi. Shu kunniki o'qigan voy men o'qigandim deb apart o'qitgan. O'qisa tosh kun chiqqan vaqtning o'zida kun chiqib ketibdi qora. O'qib o'chog'da bu odamniki o'qigan bomdod namozi buzilib, u namoz maqbul bo'lmaydi. Uni andiki kun chiqib bo'lgandan andiki namoz o'qish durust vaqtida qazosini çok qilish kerak. Va agar kunning o'zi namozga o'qigan vaqtingizda o'tirib ketdingiz. Asl namoz o'qitgan bir odam o'qib 2 rakat o'qigandan keyin o'tirib ketdi, to'g'achani kirib ketdi. Kirib ketgandagi 2 rakat ketdi, yo 1 rakat ketdi. Qolgan bo'lsa o'chog'ingizda bu odamniki bu asl namozniki o'zini qilmaydi, buzilmaydi. Buni buzmaydi, ammo bomdod buzilib ketadi. Bu 2 namozning vaqtini nima uchun unda qato oladi desa,
Çünkü namaz, bandat namazının üzerindeki vakti tam atkandı tat küp oturmuş olan ağırlık na kamil mükemmel vakit. Hadi gün çıkıp durdu o diye vakti yok şu nakıs bir vakit. De onu kamil vakti olmay nakıs vakittan uçak kalgan diken. Uçağımızda bu namazın üzerinde es kamil buluş itibarıyla kamil ada tapıdı. O işin üzerinde kılmagan ki şundan nakıs vakti kaldı o namazın nakıs oldu kemtik oldu o namazı şunu kaydı okuş gerek dursunmayın. Ma bamdat ne? Ma asr namazın üzerinde asr namazın üzerinde men asr vakti kirgen tatip kül oldu çoğalan arlıqın üzerinde o vakti. Lekin o vaktin üzerinde men o ebzel nemi dep okuduk men namazın vaktin üzerinde birinci vakit çok okuşunu çok ebzel. Al diyor. Men o namazın üzerinde kançaki baldır okusak onun gün rengi özgürüp iş kalıdı. Mekruh vakti kirip kalıdı. Makro vaqt kelib qolgan ekan, unda qandaqdir o'qimisin, men makroda ado qilgan qil shu an unda bir odam shunda bir asrniki o'zi o'qib qolgan bo'lsa, kun vaqt o'tirgan vaqtida o'qilib oxirini ashta o'qigan bo'lsa, kun o'tirib ketgan bo'lsa, shu durshi bo'ladi, buzilmaydi. Deymiz, ham unisiga payg'ambar alayhi hadisi bor. Bir odamning o'zi mana bu asr namozini o'qib, kun o'tirishning oldida o'qigan bo'lsa, tepib olgan bo'lsa, jazman barakatni bereketi gün oturuştum bunu tepağaması şirket o tapamaz. Cezmen bu adam şu namazın üzerine esir namazı o kambolu diye mezmuncu yetişi var. Şimdi onu bu esasen ya şu adam üzerine mesela okutken ok veya berekete işaret okandaki karapası işaret tepağan gün oturup gitti. Uçan namaz buzmaydı namaz çok boludu. Dep müstahsız değil. Şunun Mene namazniki, mene sirtidiki, şartniki beşisi olgan. Mene bu narsenin kıldı hazır tüget. Uniki bir kısmı olgan. Mene qaysı vaqt okuyumuzga aldığı dersini dedik. Hem qaysı vaqtımızı okusak nima mekro. Bu altıncı şartniki nemisi olgan. Mene bu altıncı şartniki, beşinci şartın bir kısmı. Qaysı vaqt okusak en afzal farz namazni, sünnet namazı qanday vaqtda okuymiz, qanday vaqtda okumayız mekro olup bu üstü hazır dersimizde kıldı. Tügedim. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين